Hammaga assalomu alaykum. 2026-yilda ham narxi ham sifati yaxshi bo'lgan klaviaturani nima ish beradi? Hammaga assalomu alaykum. Bugun 2026-yilda ham narxi ham sifati bo'yicha eng yaxshilardan bo'lgan klaviaturani obzorini qilamiz. Bundan oldin kelinglar, sizlar bilan klaviatura o'zi nimaligi haqida bir boshdan gaplashamiz. Bu klaviaturamiz membrana hisoblanadi. Bu odatda ofis ishlari uchun va kundalik hayotdagi oddiy ishlar uchun hisoblanadi. Odatda buni har bitta knopkasini bosishi 5 milliondan 10 milliongacha, ya'ni u nima degani? Har bitta knopkani o'zini vaqti, ya'ni chegarasi bo'ladi. Ya'ni 5 milliondan 10 million martaga bosishga yaraydi. Undan yog'iga yaramaydi, o'sha klaviatura umuman ishdan chiqadi. Va bunda zadержка ham ozgina zadержка bo'ladi mexanik klaviaturaga qaraganda. Mana bunaqa ko'rinishdagi, ko'rinishidan hozirgi zamonaviy klaviaturalarda umuman qolishmaydi. Ko'pchilik mexanika deb o'ylaydi. Shaxsan men o'zim ham buni olayotganimda mexanika deb o'ylaganman, lekin u payt mexanika va membrana nimaligini bilmayman. Va ikkinchi turdagi klaviatura bu mexanika klaviatura, ya'ni o'sha hammamiz bilgan, hammamiz sevib ishlatadigan mexanika klaviatura. Ko'pchiligimiz bilamiz, hozirgi ko'p odamlar biladiki, ya'ni mexanika bu eng yaxshi klaviaturalardan biri. Chunki buni har bitta tugmasini bosilish soni 50 milliondan 100 milliongacha bo'ladi. O'sha bu yerda farqni sezasizlar. Bu yerda 5 milliondan 10 milliongacha bo'lsa, bu yerda 50 milliondan 100 milliongacha bo'ladi. Ikkalasining farqi mexanический har doim qimmat bo'ladi. Bu asosan gamerlar uchun, agar ofis ishlari uchun ham olsangiz bo'ladi. Bu o'zingiz ishlatishingizga bog'liq va bunda zadержка вообще kam bo'ladi, ham chidamli, ham sifatli bo'ladi. Xo'p, mexanический klaviatura haqida gaplashadigan bo'lsak, buni o'zini switchlari bo'ladi. Switchlarga keladigan bo'lsak, switchlar rangi juda ham ko'p. Odatda ikki xil rang juda ham ko'p tarqalgan, qizil va ko'k. Ular farqi nimada? Ular farqi faqat rangida va tovush chiqarishida. Ya'ni ko'k switchli klaviatura bu tovushi, ovoz bilan bosilgan tugmalar tovushini balandroq chiqaradi. Qizili esa pastroq chiqaradi. Bugungi obzorimizga qaytamiz. Bu mexanika klaviatura Zifren firmasidan T62 klaviaturasi bo'ladi. Ochganimizda qog'ozchasi chiqdi ichidan. Bu yerda tugmalar joylashuvi. Keyin buning ichidan qo'shimcha ikkita switch chiqdi. Men qizil switchni zakaz qilganim, lekin ochib qarasamki, uning ichida ko'k. Xo'p, bu qo'shimcha ikkita switch nimaga? Ya'ni o'zi odatda ikkita yoki 3 ta chiqadi. Agar qaysidir knopka ishlamay qolsa, buzilib qolsa yoki umuman switch ishdan chiqsa, bu запасной switch deyiladi va mana bu narsa bilan biz любой bitta knopkani olib, switchini almashtirsak bo'ladi. Olingandan keyin mana buni ham ichida bir xil switch bor va buni joyiga taqish qiyin emas, shunchaki qo'yib bo'ldi, ishlaveradi. Bugungi obzorimiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Kommentda keyingi video nima haqida bo'lishini so'rasanglar, albatta o'sha narsa haqida video qilaman.